Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Harmonlar yangi arkamizda feyzli kottejlar sotiladi. Video boshida birdan like bosib turinglar, sizlarga batafsil tushuntirib boramiz. O'zim donishib chiqdim, shaxsan o'zim ayaqti sifatlatib, xudo xolasa qurilibdi kottejlarimiz. Adresini ham shu o'zini aytib o'tamiz. Yangiariq tumani Qarmish mahallasida, ya'ni kommunizm desa ko'pchilik biladi. Erkadan kirgandan 100 metrdan keyin aylanma chiqadi o'ng tomonga. Ko'rdingizmi? Mana shu yo'l ustida desak ham bo'ladi, ya'ni sentral yo'li 200 metr turadi. Foydalanib qolish kerak. Gaz, suv, svet hamma narsa bor. Endi nechun gaz turbo yo'qda turganlar bo'lishi mumkin. Gazning ruxsatini olib, xudo xolasa tayyorlatib ishora shtochkani chiqarib beramiz dedilar. Ana shtochkani oldida o'tirib bemalol yashasangiz bo'ladi. Akkuratni joy, gap bo'lishi mumkin emas. Yonboshida bemalol mashina qo'yadigan joylar bor. Orqa tomon ham ochiqlik bo'ladi, bon taraf ham ochiqlik va yo'rtmazin chiroylatib fasadini ham trometrdan chiqarib qo'ydilar. Yarchilar kelgan gap bo'lishi mumkin emas. Fayzli mahalla o'z-o'zlaringizga kelib bemalol yashayverasiz. Lishni odam kelmaydi do'stlar. Mana fasadlarni lekin chiroylatib ishlatdilar. So'qindan. Shu kottejimizga ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib eshiklari qo'yilgan, plastik aynalari bor. Trometrdan chiqib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. 100 kvadrat metr bo'ladi. Osti-usti shunda 200 kvadrat metr. Birinchi etaj polностью pishgan garaj, ikkinchi etaj xom pishgan aralashtirdilar. Plita bilan bosilgan bo'ladi ikkinchi etaj ham va ustida izolyatsiya bor, ya'ni bu ham penabeton urib turadi do'stlar. Mana bismillah. Uyimizga kirganimizdan berimiz dolon bo'ladi. Suv turbolari, kanalizatsiya turbolari hamma narsasi kelgan, elektromontajdan chiqib turibdi, tayyor. Xolasangiz pol, xolasangiz tashkil qilib, topli pol qilib bersangiz bo'ladi. Mana gaz bor, xudo xolasa borimizda, zal yoki spalni klasslar. Bu anda televizorni simlardan даже tashab turadi, suvoqlar ham chiroylatib qurilgan degan. E'tibor berib o'tasizlar. Mana bonimizda sanuzeridan yana suv turbo, kanalizatsiya turbo hamma narsasi kelgan. Tayyor. Kelib to'g'ri siz ishni boshlab beraverasizlar. Planirovkasi yoqqan bo'lsa birdan like bosib ketaverasizlar. Ağa ustamisiz? Ha. Bellangiz o'tdingizlar ekan shundan. Ispanli. O'zingizni tavsiya etasizmi xalqqa? Nima deysiz? Sifatini chek, nima deysiz? Noldan qurdingiz qilib endi? Betonlarni ichga oldi. Ko'p odam qiziqadi, ichga oldi. Olmatu tashlaganmi? Podoshka baxi. 8 qo'ydim. O, shu darajang? Ha, qolajimda aytolmay chiqqan. Podoshka Olmatu 100% bor. Betonni necha bo'ldi? 80 cm. 80. Podoshkani o'zing. Gap yo'q lekin do'stlar, men birinchi eshitdim. Bonimizda yana bir sanuzer bo'ladi ekan, ya'ni ikkinchi etajda elektromontajlar chiqib turibdi. Bonimizdan shundan uzun zal qilibdilar. Xolasizlar bo'lib bersizlar ham bo'ladi endi. Planlashtirasiz. Planirovkasi shaxsan o'zim aytdim, bu yerda hol bo'ladi. Oilaviy uголокlarni qo'yib, bana televizor asoslanib, bana o'zingiz planlashtirasiz. Bu yerdan turbolariga yana sanuzerdan. Bonimiz zalimiz yana do'stlar. Planlashtirasiz, elektromontajlar tutdi. Xullas, joyga gap bo'lishi mumkin emas, mustahkam qilib solingan. Zinalari shunday holatda bo'ladi, hang? Bo'ldi. Shunday korobka holatida sotiladi do'stlar. Planlashtirasiz 100 kvadrat metr, astosti 200 kvadrat metr. Dokumentdan absolut muammosi yo'q, turar joy bo'ladi. Ko'chalardan alohida e'tibor berasiz. Yana tashkil qilib chiroylatib qo'ydilar. Yarchilar kelgan fayzli joy, toza joy. Qaranglar do'stlar, bahosini keladigan bo'lsak, egasi bilan savdolashib 450 million so'm qo'yamiz, to'g'rimi? Kelishadigan yeri bor. Bo'ldi, bemalol ekrandagi nomerlarni aloqa chiqarasiz. Bo'ldi, bizning nomimizdan boradi. Tamam. Ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar, Boburbekning nomidan ko'rdim, Yangiariq uylaridan ko'rdim desangizda, skidga baholarda qilib beradi. Sifatli joy, og'am aytdilar, to'g'risi o'zim ham hayron qoldim. Videolarni ham ko'rsatdilar do'stlar. Planlashtirasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar, dokumentning absolut muammosi yo'q, gaz, suv, svet hamma narsa bor. Dajana suv turbolarini ham ichiga kirgizib qo'ydilar. Yangiariq tumani kommunizm, ya'ni Qarmishda joylashgan bo'ladi. Sentralni Urganch Yangiariq yo'lidan 200 metr. Bu videomizda esa shunday fayzli kottej qarab bilgan yaqin do'stlarga ulashib qo'yish yoddan chiqmasin do'stlar. O'sha yerdagi 10 dona kottejimiz sotiladi yana. Gap yo'q. Adashmasam, uglovoy sotilganda desang, 1-2.
Bir arayan tərəfdən bir yarım satıldı dediler lekin. Falan açtırarsa, Xudo xolasa bağlana bana məlumatdan sonra pulu basacaq oladı. Amma rəhmət, like bas qoş, yaddan çıxmasın.